o'quvchilar, saboqdoshlar diqqat qildi. Biz bugungi mushu vaqtdan foydalanib mamlakatlik ikkinchi darajalik psixik maslahatchisi Şinjan televiziya stansiyasi istiqbol sahnasining psixik maslahatchisi Şinjan xalq radio stansiyasining psixik maslahatchisi Eli Qurbon muallimni o'qituvchilar uchun jamiyat oila boshliqlari uchun o'quvchilarga nishon qilib men nima ish qitirishman degan temada leksiya so'zlab berishga taklif qildik. Yo'ldoshlar qizg'in qarshilaydi. Assalomu alaykum. Qaysi o'quvchilar? Bugun sizlar bu yerda ko'rishganligimdan men to'liq xushal. Ammo shu yerda bir stakan choy olsa ham xushal bo'ldim. Men qaynoq so'nggi qishirgan ishim bor. Bundan biz leksiyani boshlab ketaylik. Bugungi leksiyaning asas temasi men nima ish tirishman yoki men nima ish o'qiyman. Bugun 5-oyning 15-kuni 14-kuni. Sizlar o'tirayotgan mush maydonda biz o'qiydigan vaqtlarda mush to'pi maydon. Biz doim oblast kunida o'tirdim, mushaga top o'ynag'il keldi. Men vartatdim. Ammo men sal sexiy vartatdim. Bu tarafdan atış qo'shimiz kerak. Bugun mush davr kelgan vaqtda mayli atishdi bo'lsin, mayli Qashqarda bo'lsin, mayli Ko'rilda bo'lsin, G'o'zda bo'lsin, bugungi bu leksiya yine 35-qatimliq leksiyasin. Men barliq maktablarda shuni his qildimki, mayli Şinjan diyorimiz bo'lsin, yoki davlatimizning bosh shaharlari bo'lsin, o'rta maktab o'quvchilarida o'rganish nisbatan qizg'inlik tuvalligan holat. Nima ish qilgan? Nurg'un ota-onalar mendan bolalarimiz nima ish tirishmaydi deb so'raydi. Men ulardan son xatosi o'dingiz, siz avval bolalarimiz nima ish tirishdi degan savol so'rang deyman. Chunki nurg'un odamlarda ish nisbatan hech qanday sabab bo'lmaydi. Bugungi kunga kelganda bizga kimlar lozim? Bizga yaxshi bolalar lozimmi? Yo'q. Men yaxshi bolalarga ancha qiziqmayman. Men qaltis bolalarga qiziqaman. Bugungi davr kelganda yaxshi bola tarbiyalash emas, qaltis bola tarbiyalash bizning asosiy fokus nuqtamiz. Qaltis bola. Bugun so'ziladigan bu leksiyami yaxshi bola emas, qaltis bola tarbiyalash to'g'risida. Germanlarning nupusi 60 million. Ammo ular butun dunyodagi 50% Nobel mukofotini o'z qo'lida tutib oldi. Onda qo'z qanday qilib nupus faqat 60 million bo'lgan bu millat butun dunyo Nobel mukofotining 50%ni oladi. Chunki ularda yaxshi bola tarbiyalashdan boshqa qaltis bola tarbiyalash andisi bor. Qaltis bolani kim tarbiyalaydi? Muallimmi? Yo'q. Ota-onami? Yo'q. Qaltis bolani muallim, ota-ona va jamiyatdagi barliq sohadagi odamlar birlashganda ondan tarbiyalagan bo'ldi. Germanlarda nemischa mundaq aqliyat so'zi bor. Es braucht Oindorf ein Kind zu reinigen. Nemislardagi bu aqliyat so'zining uyg'urcha ma'nosi bir qaltis bolani tarbiyalash uchun bir butun yiz ketadi. Bir butun yiza aralashgan vaqtda bir qaltis bolani ondan tarbiyalaydi. Undaqda qaltis bol tarbiyalash uchun bizning xurish bormi yo'qmi? Bizda talantli bola bormi yo'qmi?
Cevabı bak. Her qandaq bir balada talant mevcut bo'ldi. Ma'rifshunos Kiyosaki dunyoda axlat yo'q dedi. Dunyoda axlat yo'q. Faqat o'rni o'zgarib qolgan narsalar mavjud dedi. Misol, men so'zlayotgan bu mikrofonni men ko'chaga chiqib qo'ysam, bu axlatning misoli. Shundaqla dunyoda 4 bola mavjud bo'lmaydi. Ammo 4 bo'lib qoladigan bola mavjud. Nurg'un talantlar, nurg'ulg'an qaltisliqlar axlat ko'ynat. Men bu yerda o'tirayotgan bolalarning orasida nurg'un talantliq bolalarni, ammo keyin axlat ko'ynat qilgan bolalarni ko'rib turibman. Ular bu talantini nimish axlatga aylantiradi. Ularni ketkizib qo'ygan yeri nada? Mening hayotimga cho'nqur ta'sir qilgan 2 kishi bor. Biri mening do'stim Nabiy. Ikkinchisi dadam. Nabiy men qanday ta'sir qildi? O'tir maktabda mening rasm darsiga eng xusham yo'q. Chunki men rasm darsini bilmayman. Men faqat bir tal kunliklam sağlayman. Sınav qasim kunliksizmi? Topshiriq bersim kunliksizmi? İmtihamasımı kunliksizmi? Ama mening yenimdagi Nabiy u menga o'xshamaydi. U rasmda talanti bor bola. Bir kuni muallim Nabiydan rasmsiz dedi. Nabiy muallimga nimsizman muallim dedi. Muallim Nabiyga nimsizsan mayli, kunlikdan boshqa. Dedi Nabiy o'rnidan turib qapqar do'stiga qip-qizil bor bilan faqat bir tot chik turib qo'ydi. Muallim, men rasmsiz qoldim. Muallim Nabiydan, "Sen nimsizdan?" Nabiyning javobi shu bo'ldiki, "Mening sizgan rasmim qapqar o'rmonlikda bir tomoch qo'z." Bu tip yıldızdan ilip etganda, maydından ilip etgan vaqtda bir talant, bir tasavvur kuchi. Bu Fransuzlar maqtindigan, faxrlandigan Picasso'da tepilmaydigan. Angliyaliklar doim potadigan Michelangelo'da tepilmaydigan. İtalyanın dangliq rassomi Fratelli Andornolo'da tepilmaydigan talant. Ammo Nabiy talantli rassom bo'ldimi? Yo'q, u o'ldi. U qandoq o'ldi? U zahar chekib o'ldi. Uning hayoti to'limish sharafsiz, shaklsiz, ko'rimsiz bo'ldi. Bu faqat nurg'un misollarning ichidagi bir tal misol xolos. Mana bugun meni ko'z oldimda nurg'un o'quvchilar turibdi. Nurg'un talant asarlar turibdi. Nurg'unligan rassomlar, nurg'unligan injenerlar, nurg'unligan olimlar turibdi. Ammo ular olim bo'lamdi? Yo'q. Ularning ko'p qismi axlatga aylanibdi. Nima ish qildi? Chunki ular o'z talantini joriy qildirmaydi. Ular talantini nima joriy qildirmaydi? Chunki ularda yashash maqsadi yo'q. Bu yerda o'tirayotgan nurg'un odam faqat hayot qilyapti xolos. Ular faqat o'lmayapti xolos. Hayot qilish bilan yashash o'rtasida osmon zimin farq bor. Men hayot qilishni rad qilaman. Men yashashim kerak. Yashash uchun qanday qilish kerak? Yashash uchun inson o'zidagi barliq talantlarni, o'zidagi barliq qobiliyatni joriy qildirish kerak. Ular nima joriy qildira olmaydi? Sababi nima? Chunki sababi sababsizlikdir. Sababi sababsizlik degan nima? Nurg'un odamning yashashda, turishda hech qanday sabab yo'q. Mening hayotimga ta'sir qilgan ikkinchi odam dadam. Mening kichik vaqtimda 3 orzuyim bo'lgan.
Birincisi başlangıçta bo'lgan. Başlangıçta mening orzuyim Vavato deb atilgan bingurni yeyish. Vavato nomli bu bingur qetiqdan qaymoqda yasalgan bo'lib, intayin tatlı. Gerçi ailemizin iqtisodiyoti bek nachar bo'lib ketmismi? Dadam bana Vavato yeyishga loyiq qo'shimcha pul vermedi. Mana shu kunlarning bir kuni do'stim Vali setib olgan Vavatoni birini yalib elish sharpiga muyassar oldum. Mana shu bingurni yalgan kundan tortib men cho'ng bo'lsam hech qilmay Vavato yeyman degan orzu paydo bo'ldi. Bu xil logik dunyosiga mos kelmaydigan fantaziyalik bu orzularim shunchalik kuchliki, hatto mahallimizning oldida Vavato sotadigan Hanzo ayini olaman degan yerlarim bor. Mana men shu kundan tortib yaxshi o'qishni boshladim. Chunki yaxshi qonda ota-onam menga Vavato yeydigan pul berdi. Men faqat Vavato yeyish uchun boshlang'ich yaxshi o'qidim. Ammo o'rta maktab chiqqanda men yaxshi o'qimasammi, ota-onam menga pul beradigan bo'ldi. Vavato yeyadigan bo'ldi. Bu orzuyim shuningla oyoqlashdi. Ikkinchi orzuyim to'liqsizda. Biz kichik vaqtlarimizda yomg'irli o'tok, ya'ni rezin o'tok deydigan bir o'tok intan moda. Mening do'stlarimning hammasining yomg'irli o'toki bor. Men feyu deb atiladigan mundeklik cho'qayni kiyib olib, yomg'ir yoqqanda ko'nglim yerim bo'ldi. Yomg'ir yoqqanda do'stlarimning hammasi, mahalldagi bolalarning hammasi taloq chiqib qoldi. Men mijozim yo'q deb uyga kirib oldim. Oxiri opam dedim, "Opa, men yomg'irli o'tib ketdi." Opam, "Balam, qo'shnimiz Sharofat xocham padyaqanda o'ylab ketdi. Shu ayol o'lgandan keyin shu ayolning o'tkina chiqib berdi." Rost degandek, rahmatlik Tatqar jannat olsun, uzun bo'lmay vafot oldi. Rahmetlikning putindan yo'g'on putulib, mening ikki putim bir o'tek aran keldi. Demak, bu rezin o'tok garchi men uchun loyiqlanmagan bo'lsin, menga loyiq kelmasin. Biroq uning ismi yanıla rezin o'tok. Bu orzuyimni musha tamomlandi. Uchinchi orzuyim. Üçüncü arzuyum mening oilam bilan munosabat. Üçüncü arzuyum mening bugun qadar tirishib kelishim sababchi bo'lgan. Üçüncü arzuyum mening har kuni kitob bilan birga turishimga sababchi bo'lgan. Üçüncü arzuyum bundan keyinmi mening kitob bilan yashashimga sababchi bo'ldi. Üçüncü arzuyum mening taqdirimni o'zgartirdi. Üçüncü arzuyum nima? Mening dadam intayin aqlli, talantli, xuddi mening do'stim Nabiga o'xsha aqlli, talant qildi. Ammo Nabiga o'xshamaydigan yeri u o'lmadi. U tehiç ayol. Biroq u talantini joriy qildimi? Yo'q. U talantini joriy qildi. Mening dadam atishda Namıva, tankıva, arakkeş. O arak ne intan köpşiğadı. O talantını manmışındak yok kılıp etti. Ben bunundan numuz kılmayım. Bugün mü? Atımı numuz kılmayım. Bir günü dadam apamını urup etipti. Bir o'g'ilning ko'z oldida onasining tayoq yeganini ko'rish uning uchun ig'ir keldi. Agar
mening opamni urayotgani mening dadam bo'lmay. Har qanday bir odam bo'lsa, men uning uchun ko'krak kirib kurash qilaman. Biroq mening opamni urayotgani opamning eri. Mening dadam. Bu qanday holatga keltirdi? Bu psixikada og'ir darajada ziddiyat paydo qildi. Dadam opamni nima ko'rdi? Ayni vaqtda ayollar orasida mudi bo'lgan Sovetning palturi bundan sababchi bo'lgan. Ya'ni opam o'z yiqqan pulga palto olaman deganda dadam bundan qarshi chiqib olgan. Mana men shu kundan tortib paltodan iborat bir orzuga bo'ldi. Mana men shu kundan tortib palto elish qarori keldi. Mana men shu kundan tortib palto uchun kurash qilgan bo'ldim. Men xizmat yoki istiqbol uchun emas. Men palto uchun tirishib boshladim. Mana shu kundan tortib men kitobni o'zimga do'st tutishga boshladim. Chunki men palto olgan vaqtimda ondan opam tayoq yemaydi. Palto Tuluq birdan tortib tuluq uchgacha men o'g'nish qilishga boshladim. Ular yanda ko'yda urushdi. Men o'g'nish qildigan uyda kitob ko'raman. Ularning varanchironlari kuchli bo'lganligi uchun men Umarjon olimning Chirin qo'ngan kaltakdak degan naqshini anglab o'g'nish qilaman. Bu naqshini anglashim sabab mening naqshim amroqligim uchun emas. Bu naqshning mungluq bo'lganligi uchun emas, balki bu naqshning ullik bo'lganligi uchun. Demek, paltodan iborat bir orzu meni to'xtamay o'g'nish qilishdi. 2000 yil keldi. 2000 yili biz imtihon berdik. Oliy maktab imtihonimiz berdi. Mening natijam uydagilarni, do'stlarimni, butun otichkilarni hayron qoldirdi. Nimishqa? Chunki u kun oliy maktab natijasi e'lon qilindi. Bu kuni men butun Shinjang bo'yicha birinchi bo'lib, Aliyul A'la bo'lib, otishdan iborat to'pi bosgan to'pi yig'ib turdigan, chiroyi qardab ketgan bir shahardagi bir aroqkesh oilada, funksiyasi buzilib ketgan oiladan bir bola bu natijaga erishgan. U natija qanday erishdi? U natijaga bir palto uchun, palto sababli erishdi. 2000-yili men oliy maktabda. Oliy maktabda ingliz o'rganganlar darhol kurslarni ichib pul topadi. Ammo kurs ichish uchun 8 yil o'rgandi. Mening 8 yil vaqtim yo'q. Opamning texmi yo'q. Yani shu palto uchun men tirishga boshladim. Men qisqagina 8 oyda ingliz o'rgandim. Dars o'tishga boshladim. Men orzu qilgan 1600 koy oxir tepildi. Men bu 1600 koyni olib paltoni izladim. Palto yo'q. Nimishqa? Chunki oradan 3-4 yil o'tib ketdi. Ta'limga bu paltoni oldim. Men bu paltoni olib opam berganda, opam paltoni qo'liga olib, "Balam, bu paltoni og'ich qo'yimcha pasang bo'lmamdi" dedi. Mayli, palto mudidan qolsin. Mudidan qolsin. Bu yerdagi masala palto masalasi emas. Bu yerdagi masala nima? Bu yerdagi masala mening tirishim uchun sababchi bo'lib qolayotgan palto. Shoir Hunter Thompson mundaq dedi. O Parvona mundaq xitob qildi. "Ey Parvona, sen chiroqqa o'zingni nimancha ursan? Sen urayotgan narsa chiroq bo'lmay, sham bo'lib qolsa, sen oldi burun kuyib kulganlatding." Parvona insonga dedi: "Ey inson, men burun sendek zerikishlik, yolg'on, madaniyatlik yashaydim. Tuyuqsiz nurni ko'rdim. Nur mening yashashimga sababchi bo'ldi. Nurning go'zalligiga men oshiq bo'ldim, beqaror bo'ldim. Mana shu kundan tortib men nurning
bir qismi aylanib ketishga rozi bo'ldimki, sendek sababsiz, nishonsiz, maqsadsiz yashashni xohlamadim. Ey Parvona, deb turishimga Parvona men chekayotgan sigaretning uchiga o'zini yetib oldi. Men o'ylanib qoldim. Meningmi Parvonaga o'xshash yashash sababim bormi? Dunyoda nurg'un odamlar sababsiz, nishonsiz, maqsadsiz yashaydi. Ular turli tuman yolg'on maskalar ichida yashaydi. Ular bir-birini madaniyatli ko'rsatdi, xushal ko'rindi. Yo'q, ularning hammasida ichki xushalsizlik bor. Ularning yuragida ichki xushalsizlik, nurg'unlagan jarohatlar bor. Bu xil jarohatni ular qanday yapadi? Yolg'ondan xushal oladi. Uchishdan iborat insonning xiyoliga tushmaydigan, odam o'ylashga jur'at qilolmaydigan uchishdan iborat bir orzuni akkuraytlar qanday o'yladi? Ular xizmat topmoqchimidi? Yo'q. Ular pul topmoqchimidi? Yo'q. Yoki ular ayiqlan stans qurmoqchimidi? Yo'q. Ular uchishdan iborat bu orzuni oddiy bir sababdan, ya'ni ulardan vaqtsiz ayrilgan opisini ko'rish orzusi. Bu qanday gap? Ulardan vaqtsiz ayrilgan opsi ularga ayrı plan, yani uchishdan iborat orzuning bo'lishiga turtki bo'lgan. Bir kuni 5 yoshli va 7 yoshli oqiqlar dadisi bilan qo'y boqqil chiqdi. Ular osmon qarab dadisidan, "Dada, turnalar nega bordi?" Dadisi kulimsirab, "Turnalar osmonga berib, apang bayaga bordi bilan." Akraytlar unda qo'z biz ucha olsak, bizim onamizni ko'ralandik. Dadisi kulimsirab, "Ucha olaysan bilan." Mana opsdan iborat. Ulardan vaqtsiz ayrilgan bir insonni ko'rish uchun ular uchishdan iborat mo'jiza yaratdi. Mo'jiza. Atosh azaldan olimlarni yitildirdigan bir korxona. Ammo bu korxonaning ishdan to'xtag'iniga uzun bo'lib ketdi. Atosh azaldan baylar chiqadigan yer. Ammo men qasam qilib aytamanki, opamga bergan shu paltoning nomi bilan qasam qilib aytamanki, 10 yildan keyin Atosh eng nomrod yag'aynib qoldi. Nimishqa? Chunki Atosh o'zining orzusidan voz kechib ketdi. Atosh o'zining ro'yini yo'qotganiga uzun bo'lib ketdi. Bugun dunyoda bizning farzandlar havas qiladigan narsa intayin oddiy, tayin yo'q, shaklsiz narsalarga aylanib qoldi. Nimishqa? Chunki yangi sabab yo'q. Nurg'un talantli bolalar talantli bo'lishdan, tirishdan numus qiladi. Nimishqa? Yani shu nimishqa? Chunki bizda benormal bo'lib qolishni xohlamaslik bor. Benormal bo'lish degan nima? Normal bo'lish degan nima? Men dunyodan normal insonga aylanib qolishdan ansirayman. Boshqalarga o'xshab qolishdan ansirayman. Men benormal sarang bo'lishga rozimanki, normal kisel bo'lishga rozi emas. Misol, mush maydonda hammanglarning faqat va faqat bir tal qulqi bo'lsa, men ikki qulqimni sangiltib chiqsam, men cho'qim ishinglar og'riydi. Meni miyib deysizlar. Qandaq bo'lib bir quloqliq odamlar ikki quloqliq odamga pichoqlagan bo'ldi. Qandaq bo'lib men g'ali top qoldim. Qandaq bo'lib 5 a'zoy to'liq odam miyibga aylanib qoldi. Chunki bir quloqliq insonlar ko'p. Xato tafakkurda yashayotganlar ko'p bo'lganlik uchun to'g'ri tafakkurda yashayotganlar kasallik deb. Passiv yashayotganlar ko'p bo'lganlik uchun aktiv yashayotganlar xato bo'ldi. İspan yozuvchisi Yodorviskiy o'zining Qal'a degan asarda ispan tilida mundaq bir jumlani qiladi.
el pájaro en una jaula piensa volar es una enfermedad. Bunun ma'nosi nima? Bunun ma'nosi qafasda uzun muddat yashagan qush uchishni kasallik deb biladi. Demak, kishilar xato usulda ko'p yashaganlik uchun ular tirishishni kasallik deb biladi. Men bugun leksiyani hamma o'quvchi so'zlamayapman. Men bugungi leksiyani bir qism o'quvchilar so'zlayapman. Bu arada yana shunday bir qism o'quvchilar borki, ular passivlikda uchib chiqqanlik uchun, ularning giyinida chatoq bo'lganlik uchun, ularning irsiyati chatoq bo'lganlik uchun bir turkum aktiv ballarni zanglik qilyapti. Ularning tirishib yo'l qo'ymayapti. Ular o'zicha qahramonlik qilyapti. Ular mana men bayotim degan axlat va axlatdan iborat. Bizga ijtimoiy axlatlar kerak emas. Men Uyg'ur. Ammo Uyg'urning hammasi men emas. Men millatim ichidagi hammadan e'tirof qilmayman. Men millatim ichidagi tirishchan, aktiv odamlarni e'tirof qilaman. Mana bugungi dunyoga kelganda men otishda faqat 2 kun turdim, ko'nglim yerim bo'ldi. Nimishqa? Biz o'qigan vaqtdagi shon sharaflar, biz o'qiyotgan vaqtdagi tirishchanliklardan asarmi yo'q, chang tuzumi yo'q. Nimishqa? Chunki bugun kun kelganda passiv odamlar, passiv o'quvchilar, axlat o'quvchilar ko'p bo'lib ketganlik uchun oz bir qism tirishchan bolalar benormal bo'lib qoladi. Benormal. Ular yalğandan nochi bo'lib oldi. Ular yaxshi qilganlarni mazaq qildi, zanglik qildi. Men opamning nomi bilan qasam qilib aytamanki, o'sha zanglik qilgan kishilar kelgusida zanglik qilindi. Xo'rlik uchraydi. Tilemchiga aylandi. Ular o'z ota-onasini g'odirdi. Qattini ya bilan yaksan qildi. Ota-onasini ishga o'xshash buning oldiga opog'zib xizmat ko'rlashtirdi. Mana bu farzandlardagi mag'lubiyat hisoblanadi. Mana bu bugungi tirishmaslikning, bugungi fojianing, tragediyaning sababi. Mana bu bugungi kun kelganda butun Xinjiang faxrlangan ot ro'yining tali-tali chiqib qolganligining sababi. Nimishqa? Yana nemish kishilar tirishchan bo'lmaydi. Nemish kishilar aktiv ro'yolat bilan, yuksak aktivlik bilan tirishmaydi. Chunki bir quloqliq insonlik ko'p bo'lib ketdi. Ikki quloqliqlar kisel deb ataladi. Mana men ikki quloqliq benormal. Hasad 3 aylan. Hasadni biz 3 ga bo'lamiz. Buning ichidagi hammamiz nacharmi? Yo'q. Hasadning yaxshisi bor. Nachari bor. Yaxshisi qaysi? Yaxshisi mundaq bo'ladi. Oningda saat bakın. Onun da banası mendimi buluş gerek. Mana bu biz rıhbetlendirdiğen eser. Mana bu ademge güç kuvvet bağışlaydiğen eser. Mana bu hareketlendirici güç. Onun da mendimi buluş gerek. İkincisi kişisel eser. Onun da banası mende boz bulmamdı. Onun da bulmay mende boz olmamdı. Kişisel eser. Bu eser şunu uğru kılıdı, cinayet çıkıldı. Üçüncüsü, men onda saatini alanmayım. Men alanmagan diken alanmı sonmamdı. Bu Uygur eser. Mana bu eser tüpeyli. Nurgun adamlar
boshqalarni o'ziga o'xshatmoqchi bo'ldi. Mazaq qildi, zanglik qildi. Bizning mahalliy kishilar men aroq kechning bolasi deb tillaydi. Meni yetim deydi. Hatto meni tuqqanlarim shunday deydi. Men bugun kun kelganda ular mening telefon nomerimni izlaydi. Fransiya rahbari Napoleon Bonaparte 1,56 m keladigan odam. Kishilar uni patek deydi. Paknek deydi. Kishilar uni zanglik qilib, sening bizning rahbarimiz bo'lishingga nering loyiq zanglik qildi. Napoleon Bonaparte bu xil hasadxo'rlarga faqat birlik jumla gap qildi. Faqat bir eg'iz gap qildi. U fransuzcha mundaq dedi. Le plus grand succès, la vengeance massive. Le plus grand succès, la vengeance massive degan nima degan gap? Bu gapning ma'nosi hasadxo'rlarga beradigan eng chong jazo futuq dedi. Futuq qaznish. Atışda nima qil? Atışda agnozim qil. Agnozim degan nima? Agnozim deganimiz o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaslikni biz agnozim deb ataymiz. Bizning atışda bo'lib erlarimizda agnozim qil. Ular o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaganlik uchun ular hammani bildigandek ish qiladi. Odam hammani bildigandek ish qilgan vaqtda u zavalliq uchraydi. Aristotel, bütün dunyoga dangliq Aristotel o'zining eng oxirgi asrda men oxiri bildim. Men oxiri hech nim bilmaydiganligimni bildim degan. Bizning otish xalqi Aristotelni maqalliq. Ular hammani bildigandek ish qilganlik uchun ular eng oxirida hech nimani bilmaydi. Ular o'zida hammani asbodek ish qilganlik uchun ular eng oxirida hech narsaga kirishmaydi. Ular o'z eng baxtli ish qilganlik uchun ular eng baxtsiz insonlarga aylanib qoldi. Yo'q. Bizda nurg'ulg'an olimlar chiqdi. Mahmud Qashqari, Yusuf Xasajib. Bizning nadan xalqlarimiz texnik ularning kitoblarini, texnik ularning asarlarini MP3ga, CDga, kitobga aylantirib yuradi. Nimishqa? O'ylab, qurib ketgani necha ming yil bo'lgan odamlar texnik ularning asarini o'qiyapmiz. Nimishqa? Chunki olim yo'q. Men ularning olimligini hurmat qilaman. E'tirof qilaman. Ammo ular bizning tunji olimlarimiz. Ammo ular bizning eng oxirgi olimimiz bo'lib qas bo'lmaydi. Biz uning yo'l qo'ymaymiz. Shaxsan men uning yo'l qo'ymayman. Bizdan yaxshi bola emas, olim chiqish kerak. 100 million yaxshi odamdan bir olim afzal. Türk milletinin ming'illik ibadetidan olimning bir kunlik uyqusi afzal. Sizlar yaxshi odam bo'lyapman. Sizlar saqtalda yaxshi odam bo'lyapman. Sizlar qaltis pal bo'lsangiz. Sizlar dunyoga emas, dunyo sizlarga erishgan. Sizlarda atish ro'ydan qilch asar yo'q. Sizlar mundaq chiqib aytganda atishliq bo'lishqimi munosib kelmaysiz. Sizlar o'zinglarcha bu yanlar taynib buni urib qo'yganga sizlar botir bo'lib qolmaysizlar. Sizlar qahramon bo'lib qolmaysizlar. Sizlar faqat ahlit hisoblansizlar. Sizlar muskulinglarning qancha cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar faqat bir odam kuchinglaydi. Bir. Sizlar o'zinglarcha ojiz bolalarni
bo'zak qilish, yaxshi uqallarni zangli qilish orqali o'zinglardagi tuvan kurash psixikasini yo'qotmoqchiman. O'zini tuvan kurash psixikasi eng kuchli odam boshqalarni bo'zak qiladi. Biz ularning oilasini surishti qilsak, ular dal o'zini eng tuvan ko'radigan o'quvchilar. Mana shular boshqalarni bo'zak qiladi. Sizlar o'zinglarcha hammani bilaman deb qolmang. Atosh Şinjanga nisbatan to'limi kichik, to'lim kichikga. Sizlarning yeshinglardikan nurg'un bolalarning qo'l keltirgan natijalarini sizlar ko'rgan vaqtda sizlar o'zinglardan numus qilasizlar. Sizlar ikki quloqliq, to'rt quloqliq odamlarni ko'rganda o'zinglarning bir quloqliq inson bo'lib qolganligidan numus qilasizlar. Afsus, atrofingizda bir quloqliq insonlar ko'p bo'lganligi uchun siz o'zingizni normal deb o'ylaysiz. O'zini suyishning kamligidan nurg'un odamlar boshqalarning suyishiga, boshqalarning muhabbatiga, boshqalarning hurmatiga muhtoj bo'ladi. O'ziga ishnash ro'yining kam bo'lganligidan nurg'un odamlar mo'jiz yaratolmaydi. William James inglizcha mundaq dedi. You say you can, both are right. You say you can't, both are right. Bu nim degan gap? Bu deganlik sen qila olayman desangmi, qilolmayman desangmi, fikringiz to'g'ri. Bu nim deganlik? Sening giyiningda barliq gillar mavjud. Sening giyiningda injenerning giyini bor, yog'ochchining giyini bor, to'murchining giyini bor, generalning giyini bor, o'g'rining giyini bor. Masala sening qaysi giyinni qo'zg'ab chiqishing. Masala o'zingga nimdab iniqlim berishing. Sen iniqlimini o'zingga o'zing bersin. Men sizlarning ro'y kayfiyatinglarni bilaman. Chunki men sizlarga o'xshash davrning beshinda kechirgan. Bu davrda o'g'illar oqsalish bo'ladi. Ammo ular o'zini tuvan ko'rdi. Qizlar o'zini go'zal emas deb, chiroyli emas deb ko'ngli yerim bo'ladi. Sizlar muhabbatning nimaligini bilmaysizlar. Sizlar faqat tuyg'u, shakl, faqat o'zinglarni so'ymaganliginglar uchun atalmış bir-biringlarni ahmoq qilsan qilasiz. Baldu echilgan gul, baldu tuzuydi. Men buni bu yerda o'tirayotgan nurg'un singillarimga da'vatiman. Baldu echilgan gul, baldu tuzuydi. Tuzib ketgan gul faqat o'tonga o'xshab qoldi. Gul echilmaganda ishlarni tashtakka tikib oladi. Gul echilmaganda ishlarni parvish qiladi. Yaponiyalik naqshchi Sinkoroning naqshda men atirgulzorlikdagi bir tal atirgul. Men eng chiroyli emas. Ammo men birdan bir edim. Sizlarning boshqalarga o'xshash bo'lib kelishingni aytib, birdan bir bo'lishing. Birdan birga aylanganda o angushlarga aylanadi. O angushlarga aylanganda uning qimmati bo'ladi. Sunokun filmidagi angushlarlar nima? Sunokun filmidagi angushlarlar xalta, oyoq, qapoq va hokazo. Ular qandoq bo'lib angushlar bo'ldi? U koinotda birsi bo'lganligi uchun. Faqat birsi. O'tganda bir muxbir
Benden sol. Malum biz sizni tarjimangizni yozayotimiz. Siz Ali Qurban psixolog demdik. Ali Qurban ma'lum demdik. Ali ma'lum demdik. Ali Qurban psixik massaj demdik. Nim desak bo'ladi? Men bu muxbirga men siz ish desangiz bo'ldi. Men tamamen ish desangiz bo'ldi. Men degan bir ish. Muxbir bu gapim tushunmay qoldi. Men nima ish qilsam ish deyman. Chunki men kishilarning men ayblashlardan, maqtashlardan, tillashlardan immonat olib turman. Ularning meni tillashlari ta'sir qilmaydi. Nimishqa? Chunki men o'zimning kimligini bilaman. Men o'zimni suyman, o'zimni yaxshi ko'raman. Shunga boshqalarning yaxshi ko'rishiga muhtoj bo'lmayman. Sizlar mana bu o'zlikning kuchi. O'zlik. Shunga bu maktab mayli o'quvchi, mayli o'qituvchi hammasida obyektiv va subyektiv masalalar mavjud. Men ish qo'limni kesib etib, ustalni ustiga qo'yib qo'ysam, mening kesib etilgan ish qo'lim men bilan birlashib, hargiz maqtan olmaydi. Bu gestalit psixikistiki butun narsa o'zining yig'indisidan cho'ng degan gap. Bu nima degan gap? Faqat bir maktabda o'quvchi, o'qituvchi, sho'jon, ilmiy mudir hammasi birlashib o'zaro harakat qila olganda bu maktab tan bo'ladi. Ammo ular bir o'yinning ichida. Ammo hech qanday aloqa bo'lmasa, u maktab tan olmaydi. Mana bu gestalit psixikis. Odamlar umidsizlandi. Men ba'zi o'quvchilarning shunchalik umidsizlanganligini ko'rdim. Men bilib turibman. Bu yerda o'tirayotganlarning oilasining hammasining baxtli bo'lib ketishini atayin. Hatto oilasi meninkidan nachar bo'lishi mumkin. Hatto otasi, dadasi, onasi bo'lmasi ham mumkin. Ammo bu sizlarning xatolig'inglar emas. Bu hargizmi sabab emas. Ota-onalar nomrod bo'lishi mumkin. Ota-onasi nomrod bo'lib kelish numus qildish emas. Ammo sizlar eng oxir nomrod bo'lib qolsanglar, bu bir jinoyat. Dadanglar aroqkesh bo'lib qolsa, bu numus qildish emas. Ammo sizlar cho'ng bo'lganda aroqkesh dadaga aylanib qolsanglar, bu sizlarning xatolig'inglar. Kishilar xato holda odam xushal bo'lgandan keyin kuladi deb qaraydi. Odam xushal bo'lgandan keyin kulamdi? Yo'q. Odam xushal bo'lgandan keyin kulmaydi. Kulgandan keyin xushal bo'ldi. Bu nima degan gap? Olimlar mundaq bir tajriba qildi. Qalam bor. Olimlar mundaq tajriba qildi. Ma'lum bir odamga qalamni mundaq ishlatib qo'ydi. Bu qanday chiroy? Bu kulgan chiroy. Ondan uninga ma'lum bir filmni ko'rgizdi. O filmni ko'rib bo'lgandan keyin ta'sirat yozdi. Uning ta'siroti mundaq bo'ldi. Bu film bek qiziqarlikan, shundoq ko'ngillikka dedi. Ikkinchi qatim bu odamga qalamni mundaq ishlatib qo'ydi. O'xshash filmni ko'rdi. Ammo ikkinchi qatim bu filmni ko'rganda, bu film to'limi nachar film ekan dedi. Nimishqa? Chunki tunji qatim o filmni kulib turib ko'rdi. Shunga uning hifofiz bezning qo'mondonligida xushallikni keltirib chiqaradigan endorfin va dopaminlar qo'zg'alib, uning xushallik hissiyotini paydo qildi. Ammo ikkinchi qatimchi o xop chiroy bilan ko'rganlik uchun uningda xoplik paydo bo'ldi. Mendan nurg'un odam psixik masala so'raydi. Ko'ngli shundoq yerim keldi.
men ularga qalamni mundaq chiqib qo'yib, o'zimni ishni qilaverim. Yarim soatdan keyin ular rahmat ma'lum deb, menga pul berib ketadi. Tamak chekadiganlar nimishqa xushalsiz yuriydi? Chunki tamak chekadiganlar doim mundaq yuriydi. Tamak chekadiganlarning xushalsiz bo'lishining sababi chunki tamak chekkanda chiroyi xushalsiz chiroy. Men nima demoqchi? Biz badanimizga qanday qo'mondonlik bersak, biz shu xil kayfiyat paydo. Bu William Jamesning sen qila olmayman desangmi, qilolmayman desangmi, ishkilisi rost degan so'zning qayta isboti. Nurg'un dars nachar bolalar mundaq o'ylaydi. Biz endi kechikdik. Biz endi tirishsaqmi baka deb o'ylaydi. Sizlar 16-17 yosh. Men sizlarga 60 yoshlik Omega xonimning hikoyasini aytib beraman. Omega xonim kim? Omega xonim o'zi Rus. U nima ish qilgan? U 60 yoshida Germaniyaga kelib, nemis tilini o'rganib, biologiya kasbida o'qib, 67 yoshda PhD, ya'ni doktor aşçılık unvonini olgan. Men 30 yoshli xotinning emas, 60 yoshli mo'mayning gapini qilyapman. O 60 yoshdan tirishib doktor aşçılıkni oldi. Bizning analarimiz, bizning 60 yoshli analarimiz vasiyat qilishni boshlaydi. Ma darax san qasim bilan. Ma cho'gin san qasim bilan. Pochta bankasida yig'ib qo'ygan 1400 ko'p pulim bor. Ma uy san qasim bilan. Vasiyat qildi, biroq o'lmaydi. 10 yildan keyin barsanglar, ular yana vasiyat qildi. Bir odamga bir tal biliq bersak, uning qo'sqini bir kun baqalaymiz. Ammo bir odamga biliq tutishni kelsak, uning qo'sqini mangu baqalaymiz. Sizlar ota-onalardan datlashib ketgan mis cho'gillarni miros qoldirish o'ylamang. Sizlar ularning ishlab dokulab ketgan, dokulab chiqqan pullarini o'ylashmang. Sizlar ularning uyini o'ylashmang. Burkut odatda uvini tiqiya qiladi. Tiqiya. Bir kishi burkut bir qatimda bir jup tuxum tug'di. Bu tuxumdagi burkut cho'jillari qanotlarini chiqarib uchay deganda ana burkut ularni ishtirib. Birisi o'ladi, birisi uchadi. Ishtirib etmasa, ishkilis o'lmaydi, ammo o'lgandan farq bo'lmaydi. Ucholmaydi. Burkutning ucholmasligi uning burkutdan iborat nomini yo'q qildi. Nurg'un odam o'zining iqtidorining qandoqligini bilmaydi. Chunki ular tiqiyalardan chiqib boqmaganlar uchun. Bizning onalarimiz, bizning otalarimiz, bizning dadalarimiz bolalarni ishtirib etmaydi. Ishtirib etmaganlik uchun ular o'lmaydi, ammo ucholmaydi. Bizdiki bir turkum yashanganlarimizda texicha xusoq ocharchilik masalasi bo'lib, ular texicha bolalarning qo'sqini to'yg'izishning g'amida bo'lganlik uchun bolalarning talantini bo'g'ib etdi. Men bir turkum idish qatmal yashanganlar shunda xitob qilamanki, ular chuqum o'z pozitsiyasini, o'z qarorlarini, o'zining tafakkurlarini o'zgartirish kerak. Bo'lmasa o'lish kerak. Mana shular nurg'un bolalarning talantini yo'q qildi. Bo'ldi, chavakchamni sog'lab bo'lardi men. Nurg'un odam o'z talantini bilmaydi. O'tganda bir yumroqlab qoldi. Bir podshoh o'zining qizini yotib qilmoqchi bo'ldi. Malik qizi.
O barliq odamlarga, yigitlarga deb, kimdi-kim daryoning ma tarafidan o tarafiga suzib o'tib kelsa, men qizimni shuning beraman, albatta podshoh taxtini uning beraman. Bir odam chiqmadi. Podshoh umisnut. O umisni otgan shu daqiqada bir bola paloq puluqla mayaqdan oyoq o'tib ketibdi. Podshoh bundan faxrlanib, o'g'lim, yaraysan, botur. Men qizim san yotiq qilaman, taxtni san beraman deb. Bu bola-chi, bu bola bo'ldi podshohlik dedi. Biroq men avval kimning meni so'g'ishtirib etganini izlab topay debdi. O so'zalamdi. Ya, o faqat suv ichib ketganning yas. Ondan o'zining suv uzalaydiganligini. Bu yerda nurg'un bolalar kichiklik deb o'ylaydi. Ya, siz hech yo'nmaganda 60 yoshlik Omega xonim qaragan aqlli. Sizlar o'zinglardan voz kechgan bo'lsanglar, biz sizlardan voz kechmaymiz. Nurg'un bolalar xatolik bilan mag'lubiyatning farqini topolmaydi. Xatolik bilan mag'lubiyatning farqi nima? Xatolik deganimiz ma'lum ishni xato qilib qo'yish. Mag'lubiyat deganimiz u ishga qayta jur'at qilolmaslik. Basketbol shaxsiyasi Jamus mundaq dedi. Men gar topni garg'ataman. Shudo ya tushmaydi. Men bundan qo'rqmayman. Mening ansiraydiganim topni garga atanmaslikdan ansirayman. Sizlar imtihon bersizlar. O'tish, o'tmaslik bu masala emas. Ammo bir qatim mag'lubiyatdan keyin qayta ishga jur'at qilolmasliginglar haqiqiy mag'lubiyat. Agar o'tanmasanglar, bir ishni qilolmasanglar, uni qayta basal bo'ldi. Biz qayta basak bo'ldi, qayta tirsak bo'ldi, qayta o'rnimizdan tursak bo'ldi. Ammo yetib olsak bo'lmaydi. Yetib olgan odamda yiqilish mavjud bo'lmaydi. Nurg'un odamlar o'zini boshqalarga selishtirdi. Boshqalar bilan selishtirdi. Boshqalar bilan selishtirish bu nodonlik. Biz kim bilan raqobatishimiz? Biz o'zimiz bilan raqobatishimiz. O'zimiz bilan qanday raqobatishimiz? Faqat bizning bugunimiz tungi kunimizdan yaxshi bo'lsa, mana bu ishning o'zi muvaffaqiyat. Einstein coğrafya dersida o'rindiq yasab keldi. O o'rindiqni ma'lum ko'rsatganda, ma'lumi uni mazoq qilib, dunyoda mushdudimi sat o'rindiq bormi dedi. Einstein ba ma'lum. Ma birinchi sig'inim uningdimi satdi. Einstein ang chiroyligini yasmadi. Einstein faqat yaxshirog'ini yasdi. Sizlarningmi birinchi usulning aytdi. Sizlarning seshanbanglar dushanbadan yaxshi bo'lsin. Çarşambanglar seshanbadan yaxshi bo'lsin. Payshanbanglar chorshanbadan yaxshi bo'lsa, mushning o'zi muvaffaqiyat hisob. Shuna ang oxirida men xitob qilib qo'ymanki va do'stona, okilochi tarbiya qilib qo'ymanki. Sizlarni bugun o'rgangan har bir narsalar bugun sizlarning o'yin uchun sarf qilgan har bir sekund, daqiqa, minutlaringlar aman ajr keldi. Tabiat to'lim adil bo'ladi. O kishilarning tirishchanligi va ajrini mangu noumid qo'ymaydi. Sizlar shundoq faqat bir qisminglar sizlar turmush usulini o'zgartiringlar. Sizlar o'zinglarning naqadar nachar, naqadar past yashayotganligini bilinglar. Sizlar 17 yosh. Sizlar hozir nemish qiysanlar yashaydi. Ammo sizlar 38 kirganda, 35 kirgan vaqtda sizlarning qilayotgan hozir har bir ishinglar uchun sizlar chuqur badal qilasizlar. Tirishayotganlar. Sizlar tirishinglar. Sizlar xizmat tepishni uchun tirishmang. Sizlar olim bo'lish uchun tirishing. Sizlar o'zinglarning mush dunyoga nemish kelganlik uchun tirishing.
Sizlar analarning qattini tik ko'tarishni tirishing. Sizlarning analarning ustida palto bo'lishi mumkin. Nurk chapallar bo'lishi mumkin. Ammo ularning qalbi, ruhi texnik paltosiz yuradi. Sizlar shuni illiting. Eng oxirida men deydig'im, g'oyangni oyga eting. Oyga tegmasa, yulduz tegadi. Sizlar kishilardan istoshlik talab qilmang. Tilamchiga hammamiz istoshlik qilamiz. Ammo uning bilan hech kim rasm tushirmaydi. Rahmat. Shuni o'sha maktab so'qlayman. O'sha mening o'zimning 2 betlik so'zim shu. Tilamchiga hamma odam istoshlik qiladi, biroq uning bilan hech kim rasm tushmaydi. Rahmat. Siz chiqing akam. Siz chiqing. Men sizga siz qancha yil o'qiysiz? To'liq 3 timi? Qancha yil o'qiyapsiz? Ondan chiqaramsiz? Ba'zida. Undan men siz bir narsa so'q qilaman. Tushundingizmi? Men siz bir dey so'q qilaman. Shu deyda mening o'rganish usulim hamma narsa bor. Tushundingizmi? Siz shuni elib shu bo'yicha o'rganasiz. Men 1 yildan keyin kelaman. Sizni izlab kelaman, o'g'irlik chiqaraman. Tushundingizmi? Sizni so'rayman. Shu vaqt siz 5-chi kirsiz. Tushundingizmi? 5-chi kiramisangiz, 2-yilga kiraman. 3-yilga kiraman. Siz cho'qim 5ning, 2ning, 1ning kirishingiz kerak. Qanday kirishdikmi? Tilanmayman. Mushta shartim bor. Tushundingizmi? Qabul qila olamsiz? Ko'zingiz qabul qiling. Bo'lmasa meni dinimni so'rab qilmang. Qila olamsiz, qilamamsiz? Qilammisiniz, men qila oladiganmiz deyman. Siz 3-rat qiz. 3-rat qiz. Chech qisqa qiz. Siz qancha yil o'qiysiz? Siz turing, aka. To'liq suzishdimi? Siz to'liq suzishdimi? Bunda shikkanlik men birdan so'q qilay. Tushundingizmi? Siz 10 ming kiring. Siz 10 ming da yo'qkansiz, tushundingizmi? Bunda birinchidan yolg'on so'zlamang. Yolg'on so'zlash orqali masalani faqat bir qatam hal qilib bo'ldi. Tushundingizmi? Siz jenal chiqasizmi? Rost gap qilinglar. Samimiy odam bo'linglar. Gerçi bugünkü dünyada samimiylik, kesillik bo'lgan bo'lsa-mu, siz samimiy gap qilasiz. Samimiy. Nurg'un odamlar yolg'onchilik bilan to'lab ketgan, samimiylik bilan to'lab ketgan. Hatto samimiy odamlarni biz bugun kun kelganda ahmoq deymiz. Baqara surasining 14-oyatida biz ularni samimiy bo'linglar, yaxshi odam bo'linglar dedik. Biroq ular biz unda qilsak ahmoq o'xshab qolmamdik dedi. Ular o'zi ahmoq, biroq ular buni bilmaydi dedi. Samimiy bo'linglar. Mayli sizlar qanchalik badal qilishdan qat nazar samimiy odamga aylanglar. Ne yo'q bizning deymiz. Kelotamda telefon qilinglar, jug'urib kelsin. Hamda so'raydigan savolinglar bo'lsa, bularni to'liq 3-yillikning, ha? So'raydigan savolinglar bo'lsa, so'ranglarmish. Imtamin, to'g'riliq so'rasam bo'ldi. Mikrofonni bersak, deyingizdan birini bersangiz. Tushliqlar. Men hamma maktabda nur ikkini beraman. Qog'ini olasizlar. İmza qo'yib beraman. Endi bor. Ammo siz ololmaysizlar. Ota-onanglar bo'lmasa qimmatda yo'q.
188. Sual so'rayganlar imtihonga to'liq 3-yillikning bolalari so'raygan savollarni so'rasang bo'ldi. Mikrofon bo'lsa bersanglar. Başka mikrofon yok mu? Sizler tuturuncu mu? Dolayını bulamda bir şey tuturunlar. So'rang savolingizni. Assalomu alaykum. Hozir to'liq 3-yillik chiqdi hamda oliy maktab imtihon berishimizga 23 kun qoldi. So'ng ba'zi o'quvchilar Bazı o'quvchilar jiddiy ish bor. Jiddiy ishga kelib ularni tayyorlab kutmayapti. Shuni qanday jiddiylik tugatgan bo'ldi? dars ancha yaxshi emas, o'quvchilar menda so'rdi, adash. Bizning dars asosimiz bektuyan, biz texadimmi tushkilish ketparmiz, yaxshi o'rgansak baribir yamiz o'tamaydigan o'xshaymiz. Shu faqat yetishig'imiz kelmadi, boshqa bolalar qarsak o'g'imiz qilib ketib qolgandek, bizni oldimizga ketib qolgandek, biz mushlar o'tirib qolyotgandek. Biz amniyat o'g'imiz qilsakmi, yana ishimiz yo'qmi shu. Biz qanday qilsak bo'ldi deb. Oldu. Şıklık etmemiz. Ciddi iş atışlarımı, ciddi işde buncalar adamın aldı sözleştiği ters. Endi siz so'ramoqchi bo'lgan savolingiz. Qanday qilsakmiz 23 kunda unumli foydalana olamiz. Meni dinlayliklar. Endi bu 23 kun qoldi. Manda unumli o'rganayotganlar undan foydalanib ketmoqda. Undan keyin olsanglarmi, imtihondan keyin ko'rsam bo'ldi 8 qism. Faqatmish bo'lanmi 23 kunda bo'lsa-mi bir tas qo'pab ketadiganlar ashundan men foydalangan. Ayni vaqtda men foydalangan keyingi psixologiyadagi bir xil usul orqali o'rgatgan bir usul bor. Hech qilmay, ya'ni 48 7 kunda bir olmishidi, shunday qilganda 23 kun qoldi. 3 qatimliq oylanish fursatida ash usulga salsa 3 qatim oylanib ketalaydi. 3 qatimli oylantirib bersash men degandek. Endi men beklam yuqori ala olaydi demayman, ammo hozir qaraganda surti oz deganda 250% yuqori bo'ldi. Shuna ash balla men endi qilanmayapman, bilanmayapman deb bel qo'ydirgan balla 23 kun yamanjiq kun. 23 kun to'liq kun. Shuna eng oxirgi pichoq. Agar uni nim qiling yetmasa, men muallimlarga qo'yib qo'yman. To'liq shuni muallimlar birdan qo'yib qo'yman. Shular sinfga qo'yib bersin bo'ladi. Shular to'liqsiz ishning asallarni aldirmay cho'nglab turamiz, nima? Malni bir taraf qilamiz hozir, anda qildiganlar bo'ladi, ota-onalar elib foydalansa bo'ldiganlar bor. Agar endi hisobdan sal mas bo'lsa, biz o'qitishlar qo'yib qo'yma, shular orqali. Ammo turish o'rganayotganlar, turmush o'rganish metodini o'zgartirib qo'ymanglar. Faqat bo'lanmayotganlar. Men eng oxirgi qatim bir kuchaydi deganlar, kuchanglar. Ammo araldan o'tolmaydiganlar chuqum chiqadi. Men shunchalik deb qo'yay. Ba'zilar o'qimizning jambaq qilib bo'ldi-ku degan to'g'ri. O'qimizning jambaq qildi. Biroq bizning maqsadimiz jambeqish emas. Bizning maqsadimiz yashash. Mavzung ayni vaqtda ba'zi kishilar tamoq yeyish uchun yashaydi. Biroq sen yashash uchun tamoq yeyadigan. Men bugun kun kelganda nurg'a odam faqat tamoq yeyish uchun yashaydi. Men shunda xitob qilmanki, oliy maktabda o'qigan odamning o'likimi o'qimagan odamdan yaxshi bo'ldi. Hamma jihatdan. Shuna siz qarsam Yunus başqadek turamsınız siz? Men başliqsiz? Ders yaxshimisiz? Ne o'qiyman deysiz? Şinjangda shu yanımda. O'talaysiz siz. Chima? Tash. So'ragan savollar bo'lsa, so'ranglar. Diqqatini yig'olmaganlar qanday diqqatini yiqildi, to'g'ri?
Assalomu alaykum barliq o'qituvchilar, yaxshimisizlar? Sizning so'raydigan savolim biz oliy maktab imtihonimizga bir hafta qolgan chog'da o'rganish qilsak bo'lamdi bo'lmaslik shuni so'rab olaman. Yaxshi savol sording sen. Bunda bir afsona bor ekan. Nima afsonasi? Oliy maktab bir hafta qolganda kalla charchab ketadi deb. Kalla o'rgangandan emas, o'rganmagandan charchaydi. Odam o'rgangandan emas, o'rganmaganlik uchun saranglab ketadi. Saranglab ketib, ro'y kasallik kirib qilish to'g'ri kelsa, mana men chirkasam bo'ldi. Kallani qancha ishlatgan sira, u shun sog'lom bo'ladi. Men psixologiyani sog'lom bo'lish uchun emas, kuchli bo'lish uchun o'rgangan. Shuna imtihonga 7 kun qolganda o'rganmaslik bu to'limi tajribasiz, to'limi tekshirib boqmagan subyektiv holatdagi bir xil yakim. Biz at imtihonga degan kun qadar o'rganamiz. Sen ders qandaroq? Ha? O'talamsa, to'xta men sana kallam bilan zaryadlab qo'yay. Qanday? Aka. Bo'ldimi? Sizdan so'raydigan savolim bor. Men bilan shunda bir xil ro'yolat bormi yoki hammamiz shunda bormi uqmayman. Kundan kunga tushkunlashib ketamiz. Buning sababi endi bizdagi ro'yatgarlikmi yoki bo'lmasa jismoniy jihatdagi zaiflashishmi? Bu birinchi savolim. Qara. Men bayatın ettiğiniz şu to'g'ri so'zlayapman. Neymişqa sen sebep topolmaysan. Senda bir hayajonlanish bo'lmaganda odam shunday yashaydi. Tushundingmi? Hayajonlanish. Sening opangning paltus o'xshaydi. Sen hamda opangning yo'q birmisini top. Bizning onlarimizda bir yo'q narsa bor. Tushundingmi? Nima? Ular nima yo'q? Ularda ichki xushallik yo'q. Tushundingmi? Ular o'g'lining qad ko'targanini ko'rishni, qizining kulib futuqlar qozishni ko'rganda oningdan kim kuladi? Onini kuldirmak unchalar o'ng'ay bo'lmaydi. Oni kulganda dunyo kuladi. Ana. Siz shuni topolmayapsiz. Bo'lmasa onalarimiz mengu kulmaydi. Kulib ya'ni azoblandi. Sen resmiy kuldirman deganda bir ona ashini ko'rgan vaqt ondan kuladi. Şuna sen şunu o'ylab topalaganda sendeki ro'yi pasliq ondan ko'tarilgan gap. Va alaykum assalom alaykum. Mening savolim masalan biz siz degandek ba'zi sizning leksiyaningizda manda o'qituvchilarimizning ilhomlanishini anglagan chog'da biz bir xil hayajonlanish, umidvorlik tug'ilib keladi. Lekin bir soat, 2 soat o'tiblaylik, o'zimizdan bir quruq xayollar kelib, uni unutib ketib, uni yaxshi mashg'ulot qiladi. Deb ketadi ekanmiz. Mushundan qutulgan, aşı bir xil hayajonlanish, aşı umidvorlik davomlashib turadigan bir xil amal yoki usul bor siz. Onun için ben bugün sözüldüm. Benim ismim Ali muallim. İsmini Elican deydi. Ayet Ali deb qo'ydi. Mening taxallusim batarya. Men nima ish qilsam batarya deb qo'yman. Chunki men to'qqa chilayman. Sizning deganingiz to'g'ri. Mening bugungi so'zlagan gapim 25 kun asqatildi. 25 kun. 25 kunda ekan sen yangi muhitning ichiga ketsan. Sen menga o'xshash aktiv odamlar bilan birga bo'lmaganliging uchun sen tabiiy muhitga kirib ketsan. Shuni qanday qilasan? Sen doim aktiv odamlar bilan yurishsan. Shulardan zaryadlansan. Sen dunyodagi dongli qutuq qozongan odamlarning tarjimonini o'qib tursan. Ular bilan paranglasan. Ulardan qanday paranglasan? Ularning kitobini o'qishning o'zi paranglashganlik. Mana shular seni tortadi. Agar sen unda qilmay, ro'y chirib ketgan pasif odam bilan yursang, sen o'xshash bo'lsa. Shunga biz nima deymiz? Bir odamning boyligi uning atrofidagi 5 og'inisining pulini yig'ib 5 ga bo'lsak, sening puling chiqadi. Sen shunga chiq pul odamlar bilan yuralsan, ko'p puling bo'ladi. Bilimli odam bilan ko'p aralashsang, tabiiy zaryadlansa. Albatta bir odamning bilimimi, uning atrofidagi 5 odamning bilimini qo'shib 5 ga bo'lganga teng.
Tushundingmi? Ma mening do'stim. Bu mendan 5 yosh cho'ng. Ammo aqli mendan 5 yosh kichik buning. Tushundingmi? Ammo bu mening yanimda yurib, hozir aqli yeshi 1 yosh ko'tarildi buni. Pul verdingizmi? Pulni vermay. Bo'ldi, rahmat. Demek ağa düştü mü, gul eçiliz çıraylık buludu. Gul, güzellik izleydiğin neyse emas bu. Bu üzü neye güçse, şu yani güzel kıldığın neyse. Ademmiş o, senin yakşı yerini izleyişinle ait yok. Senin şundak bir alet gibi ağanda, senin neye güçsenle, şu yer güzel buldu. Hani şundak Adem'le yaşayan buldu. Rahmet. Bu da biz kalgan vaxtlarda, men şu iki singlimga ikkiday savol qilaman. Savolni keyincha so'raymiz mafkam. Sen mendan savol so'rayman, sen tirishib qo'yib o'rimchi berib izda. Shu yerda 1 soat men sen mehmon qilma. Pulni sen to'laysanmi men mehmon qilma. Bo'ldi, rahmat. O'qishlar, saboqdoshlar. Ali ma'limga yana bir qatlam qizg'in olqishimizni bildiramiz. Ali ma'limga ko'pdan ko'p rahmat.